Yoshua 1-bob. Parvardigorning xizmatkori Musa payg'ambar vafot bo'lgandan keyin Parvardigor Nunning o'g'li, ya'ni Musa payg'ambarning yordamchisi Yoshuaga mundaq dedi: Mening xizmatkorim Musa vafot bo'ldi. Endi sen barliq İsrail xalqini Yordan daryosidan o'tkazib, ularni men sizlarga ato qilmoqchi bo'lgan zeminga elib berishga tayyorlik ko'rgin. Men Musaga qilgan va'dam bo'yicha sizlarning oyog'inglar tekkanla zeminni sizlarga beraman. Sizlarning zemininglar janubiy tarafdagi cho'ldan shimol tarafdagi Livan tog'larigacha, kunchiqish tarafdagi ulug' Firat daryosidan butkul Hitlarning zeminini kesib o'tib, kun petish tarafdagi O'tra dengizgacha kengaydi. Sen hayot vaqtingda hech kim sana qarshi chiqamaydi. Men Musaga qandoq yor bo'lgan bo'lsam, sanımı şundak yar bo'laman. Men senden hergiz ayrılmayman, hem de seni taşılmayman. Sen qaysar ve jasoratlik bol. Çünkü sen öz xalqingni men ajdodlaringga berishga va'da qilgan zeminga igidorchilik qilishga elib borsan. Sen intoyin qaysar ve jasoratlik bol. Xizmatkorim Musa sana öğretken bütkül Tevrat kanunuga qat'iy amal qilib, uningdan teyib ketmasanglar, negili bor dekan sen, hamma ishlaring yurishib mangdi. Tevrat kanunu og'zingdan tushmasin. Kech kunduz Tevrat kanunu ustida cho'nqur o'ylanib, uningda yozilganlarga amal qilgin. Shunday qilsang, barliq ishlaring yurishib, o'ngishliq bo'ladi. Men sana buyurgan emasmi? Sen qaysar ve jasoratlik bol. Qo'rqma, hem tushkunlashma. Çünkü sen qayaga bosang, Parvardigoring, sen e'tiqod qilib kelgan Xudo, men sana yor bo'laman. Shuning bilan Yoshua xalqning sardorligiga buyruq berib, sizlar her qaysi qarorgohlarni aralab, xalqqa ozuq tuliklaringlarni tayyorlab qo'yinglar. 3 kundan keyin biz Parvardigor biz e'tiqod qilib kelgan Xudo bizga ato qilmoqchi bo'lgan zeminga egidorchilik qilish uchun Yordan daryosidan o'timiz deb uqtirish qilinglar dedi. Yoshua yana Ruben, Gad qabilalari ve Manasse qabilasining sharqiy yermiga mundaq dedi: Sizlar Parvardigorning xizmatkori Musa payg'ambarning hayot vaqtida sizlarga nemini buyurganligini bilasizlar. Musa payg'ambar mundaq degan edi: Parvardigoringlar Xudo Yordan daryosining sharq qirg'idagi bu zeminni sizlarga makonlashishga ato qildi. Sizlarning ayollaringlar, bolaringlar ve mal chorvalaringlar Musa payg'ambar sizlarga taqsim qilib bergan Yordan daryosining qirg'idagi bu zeminda tutsa bo'ladi. Ammo barliq palvonlaringlar qo'lga qoral yaroq elib, qarindosh qabilalarni boshlab, daryodan o'tib, ularga yordamda bo'lsin. Parvardigor qarindosh qabilalarni sizlarga o'xshash makonlashtirib bo'g'icha, ularga yordamda bo'linglar. Ularmu Parvardigoringlar Xudo ato qilgan zeminga igidorchilik qilgandan keyin sizlar Parvardigorning xizmatkori Musa payg'ambar sizlarga belgilab bergan Yordan daryosining sharqiy qirg'iga qaytsanglar bo'ladi. Ular Yoshuaga javoban mundaq dedi: Sen bizga nemini buyursang, biz shuni bajo keltiramiz. Nega avatsang, shu yerga boramiz. Biz sana Musa payg'ambarga bo'ysungandek bo'ysunimiz.
Perverdigarımız Xuda burun Musa peygamberge yar boğandek sanımı yar bolsun. Kim senin sözlerine karşı çıkıdiken, buyruklarına boysunmaydiken, u çokum cenedin cüda kılınsın. Bırak sen kayser ve cesaretlik bol.